Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijon va bobojonlarimiz. Bugungi ma'lumot juda muhim. Iyul oyida pul olish, nafaqa va pensiya to'lovlarida kechikish bo'lmasligi. Qo'shimcha to'lovlardan qolib ketmaslik uchun bajarib qo'yish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gapiraman. Bu masala faqat bitta odamga emas, pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat kech topshirilsa, bitta ma'lumot yangilanmasa yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo vaqtida hal qilinmasa, odam o'z pulini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Iyulda nimalarga ulgurish kerak. Kimlar albatta tekshirishi shart. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa oxirgi 2 band ko'pchilik e'tibor bermaydigan. Lekin pul to'loviga bevosita ta'sir qiladigan masalalar. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensiya va nafaqa masalasida vaqtida harakat qilishga yordam beradi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini asosan pochta orqali, mahalla yoki bank orqali olardi. Odamlar ko'pincha pensiya baribir keladi, har oy bir xil. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Haqiqatan ham. Ko'p hollarda pensiya avtomatik hisoblanadi va har oy to'lanadi. Lekin oxirgi yillarda tizim ancha raqamlashtirildi. Bank kartalari, elektron ma'lumotlar bazasi, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, ishlayotgan pensionerlar haqidagi ma'lumotlar, plastik karta muddati, shaxsni tasdiqlash ma'lumotlari hammasi tizimda tekshiriladi. Endi nima o'zgardi? Hozir pul to'lanishi uchun faqat men pensionerman degan faktning o'zi yetarli bo'lmay qolgan holatlar bor. Masalan, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pul tushishi kechikadi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz pasport yoki ID karta bilan mos kelmasa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishni talab qilsa, hujjat vaqtida yangilanmasa, qo'shimcha to'lov to'xtab qolishi mumkin. Yashash joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin pensiya jamg'armasi yoki bankka xabar bermagan bo'lsangiz, xabarlar sizga yetib bormaydi. Natijada odam pulim nega kelmadi deb yil oxirida yugurib qoladi. Men bu masalada eng muhim narsani ta'kidlayman. Pensiya tizimida pulni olish ko'pincha bir kunda hal bo'ladigan ish emas. Agar hujjat yetishmasa, ma'lumot bazada noto'g'ri bo'lsa yoki karta almashtirish kerak bo'lsa, bank, pensiya jamg'armasi, mahalla yoki boshqa tashkilotlar o'rtasida tekshiruv bo'ladi. Shuning uchun iyul oyida oldindan tekshirib qo'yish eng to'g'ri yo'l. Iyulda birinchi qiladigan ish. Pensiya tushadigan bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? PIN kod esingizdami? Bank ilovasida yoki bankomatda muammo yo'qmi? Ko'pchilik pensionerlar aynan shu oddiy masala sabab pulini vaqtida ololmay qoladi. Masalan, bir otaxon har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi iyun oxirida muddati tugagan. Lekin u kartadagi yozuvga e'tibor bermagan. Iyulda pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmaydi. Banka borganda yangi karta chiqarish uchun ariza, pasport yoki ID karta. Ba'zan telefon raqamini tasdiqlash kerak bo'ladi. Bu ish bir necha kun vaqt olishi mumkin. Agar otaxon buni 5 yilda tekshirganida, pensiya keladigan vaqtgacha hammasini to'g'rilab olardi. Lekin 25 yilda bilsa, oyning oxirigacha pulni olish qiyinlashadi. Yana bir misol, onaxonning kartasiga pensiya tushadi, lekin telefon raqami eski, SMS kelmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi. U pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan. Faqat xabar kelmagan yoki karta bilan yechishda cheklov bor. Shuning uchun men pensionerlarga yoki ularning farzandlariga shuni maslahat beraman. Iyul boshidayoq bankomatga borib balansni tekshiring. Bank filialiga kirib karta holatini so'rang. Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganini aniqlang. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Kartasi 2024 yoki 2025 yil yoz oylarida tugaydiganlar, oxirgi 2-3 oyda kartadan foydalanmaganlar. PIN kodini unutganlar, kartasi yo'qolgan yoki singanlar, telefon raqamini almashtirganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Kartasi yaqinda chiqarilgan, har oy pul tushishini ko'rib turgan, bankdan SMS olayotgan, hujjatlarda o'zgarish bo'lmagan pensionerlar. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Ikkinchi muhim ish, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya va boshqa to'lovlar shaxsiy ma'lumotlarga bog'langan. Ism, familiya,
tug'ilgan sana, JSH shir, yashash manzili, hujjat versiyasi va raqami noto'g'ri bo'lsa, tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Ayrim pensionerlar eski pasport bilan yurgan bo'ladi. Kimdir ID kartaga o'tgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Kimdir familiyasini o'zgartirgan, lekin barcha idoralarda yangilamagan. Kimdir yashash joyini farzandining uyiga ko'chirgan, lekin pensiya bo'yicha ma'lumot eski manzilda qolgan. Bunday holatda to'lov butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin tekshiruv boshlanadi. Odamdan hujjat talab qilinadi, vaqt ketadi. Hayotiy vaziyatni olaylik. Bir ayol kishi turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki nafaqa masalasida murojaat qiladi. Lekin nikoh hujjatidagi familiya, pasportdagi familiya va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Natijada unga avval hujjatlarni moslashtiring deyishadi. U bitta idoradan ikkinchisiga yuradi. Agar u iyul boshida hujjatlarni tekshirsa, oy oxirigacha masalani hal qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shuning uchun men aniq aytaman. Pasport yoki ID kartangizni oling, bankdagi ma'lumot bilan solishtiring. Pensiya jamg'armasi bo'limida yoki my.gov.uz orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Agar farzandlaringiz yordam bera olsa, elektron xizmatlardan foydalaning. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, uni yangilashni kechiktirmang. Chunki ko'p to'lovlar shaxsni tasdiqlash asosida amalga oshiriladi. Uchinchi ish, ayniqsa nogironligi bo'lgan pensionerlar, parvarishga muhtojlar, o'quvchisini yo'qotganlar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar. Kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar uchun muhim. Siz faqat asosiy pensiyani emas, qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki yordam pulini ham olayotgan bo'lishingiz mumkin. Ana shu qo'shimcha to'lovlarning ayrimlari hujjat muddati, komissiya xulosasi yoki ijtimoiy holatga bog'liq. Nogironlik guruhi belgilangan odamning tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar qayta ko'rik iyulda yoki undan oldin belgilangan bo'lsa, lekin odam bormasa, tizimda muddati tugagan degan holat paydo bo'lishi mumkin. Bu asosiy pensiyaga ham, ustamaga ham ta'sir qilish ehtimoli bor. Shuning uchun bunday odamlar tibbiy hujjatlarini, komissiya sanasini, vrach ko'rsatmalarini oldindan tekshirish kerak. Yana bir misol, pensioner yolg'iz yashaydi va kommunal to'lovlar yoki ijtimoiy yordam bo'yicha imtiyozdan foydalanadi. Lekin uyda ro'yxatda boshqa odamlar ham turibdi. Masalan, farzandi vaqtincha yozilgan. Tizim buni ko'rib, bu odam yolg'iz emas deb baholashi mumkin. Haqiqiy hayotda farzandi boshqa joyda yashayotgan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda boshqacha ko'rinadi. Natijada imtiyoz yoki yordam puli bo'yicha savol tug'iladi. Bunday vaziyatda mahalla, soliq, kadastr yoki migratsiya ma'lumotlari bilan bog'liq aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Men har doim shuni aytaman. Qo'shimcha to'lovlarni o'zi kelaveradi deb qoldirmang. Har bir qo'shimcha pulning o'z asosi bor. Agar asos bo'lgan hujjat eskirsa, to'lov ham savol ostida qoladi. Iyulda buni tekshirish kerak. Nogironlik ma'lumotnomasi, boquvchisini yo'qotganlik hujjati, vasiylik yoki homiylik hujjati, yolg'iz pensioner maqomi, mahalla tomonidan beriladigan dalolatnoma, tibbiy xulosa, ish staji yoki mukofotlar bo'yicha hujjatlar. 4-masala ishlayotgan pensionerlarga tegishli. Hozir ko'plab pensionerlar pensiya bilan birga ishlashadi. Kimdir qorovul, kimdir bog'bon, kimdir o'qituvchi, kimdir hamshira, kimdir kichik savdo bilan shug'ullanadi. Ishlayotgan pensioner uchun asosiy savol: mening ish joyimdagi ma'lumotlar pensiya to'loviga ta'sir qiladimi? Daromadim noto'g'ri ko'rsatilmaganmi? Men oladigan qo'shimcha yordamlar daromad sabab qayta ko'rib chiqilmaydimi? Ba'zi to'lovlar barcha pensionerlarga beriladi. Ba'zilari esa ehtiyojmandlik, daromad yoki oilaviy holatga qarab berilishi mumkin. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdagi oylik ko'p hollarda pensiyaning o'zini bekor qilmaydi. Lekin boshqa ijtimoiy yordamlar, mahalla orqali beriladigan moddiy yordam, kompensatsiya yoki qo'shimcha imtiyozlar bo'yicha daromad ma'lumoti ahamiyati bo'lishi mumkin. Misol uchun, pensioner oyiga 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda yarim stavkada ishlab 800 ming so'm oladi. U mahalla orqali ehtiyojmand sifatida yordam so'ragan. Tizim uning ish haqini ham ko'radi. Agar ish joyi ma'lumotni noto'g'ri kiritib, 800 ming o'rniga 2 million 800 ming deb yuborsa, odam yordamdan rad javobi olishi mumkin. Keyin u men bunday pul olmayman deb isbotlashiga to'g'ri keladi.
Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar iyul oyida buxgalteriyadan o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak. Yana bir holat, pensioner norasmiy ishlaydi. Lekin biror hujjatda uning nomiga faoliyat, ijara yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa daromad ko'rinib turishi mumkin. U buni unutgan bo'ladi. Masalan, avval ochilgan yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati yopilmagan. Odam real daromad olmayapti, lekin ba'zida faoliyat bor. Bu ayrim yordamlar bo'yicha savol tug'diradi. Demak, iyulda soliq organi yoki elektron xizmatlar orqali o'z nomingizda faol faoliyat bor yo'qligini aniqlashtirish foydali. 5 va eng muhim band. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, stajga qo'shilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov olish huquqingiz paydo bo'lgan bo'lsa, iyul oyida ariza yozishga ulgurish kerak. Chunki ko'p odamlar yillar davomida keyin boraman, bir kuni so'rayman, farzandim bo'shasi olib boradi deb yuradi. Natijada pulni vaqtida olish imkoniyati kechikadi. Pensiya qayta hisoblanishi uchun odatda asos kerak bo'ladi. Masalan, ilgari arxivdan topilmagan ish staji haqida hujjat topildi. Yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Yoki ayol kishining farzand parvarishi davri hisobga olinishi kerak. Yoki erkak kishi uzoq yillar zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin bu hujjat pensiya ishiga kiritilmagan. Yoki pensionerga tegishli ustama, faxriy unvon, mukofot, nogironlik guruhi yoki parvarish bo'yicha qo'shimcha to'lov huquqi bor. Oddiy misol, bir kishi 2 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj tasdiqlangan. Oradan vaqt o'tib, eski korxona arxividan yana 6 yil ishlaganini tasdiqlovchi hujjat topildi. Agar u bu hujjatni olib borib ariza bersa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Miqdor har bir holatda alohida hisoblanadi. Lekin 1000 so'm bo'ladimi? 1000 so'm bo'ladimi? Pensioner uchun bu har oyda seziladigan pul. Bir yilga ko'paytirsak 1000 so'm ham 6000 so'm bo'ladi. Shuning uchun kichik farq deb beparvo qarash kerak emas. Yana bir misol, onaxonning turmush o'rtog'i vafot etgan. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqi bor yo'qligini bilmaydi. U faqat o'z yoshiga doir pensiyasini olayapti. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga borib, qaysi turdagi to'lov foydaliroq yoki qonun bo'yicha qanday huquqlar borligini so'rash kerak. Ba'zan odam bir to'lovdan ikkinchisiga o'tishi mumkin. Ba'zan esa qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Eng yomoni, odam bilmagani uchun umuman murojaat qilmaydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, hamma pensionerga bir xil talab qo'yilmaydi. Kimdir faqat yoshga doir pensiya oladi. Hujjatlari toza, kartasi faol, manzili o'zgarmagan. Bunday odamda katta xavf yo'q. Lekin kimdir bir nechta to'lov oladi. Pensiya, nogironlik bo'yicha ustama, parvarish puli, mahalla yordami, kommunal imtiyoz. Bunday odamda tekshiriladigan nuqtalar ko'proq. Ikkinchi nozik jihat, pul tushmagan degani, doim pensiya to'xtagan degani emas. Ba'zan bankda texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan karta ishlamaydi. Ba'zan SMS kelmaydi. Ba'zan odam boshqa karta ochgan, lekin pensiya eski kartaga bog'langan. Shuning uchun darrov vahimaga tushmasdan avval bankdan hisob raqam holatini so'rash kerak. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov chiqarilmaganini aniqlash kerak. Agar pensiya jamg'armasi to'lov chiqargan desa, muammo bank tomonida bo'lishi mumkin. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasidan sababini yozma yoki og'zaki so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma orqali pul olayotganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pul oladi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Pensioner men pulimdan ayrildim deb o'ylashi mumkin. Aslida hujjat muddati o'tgan bo'ladi. Shuning uchun iyulda ishonchnoma sanasini tekshiring. Agar pensionerning sog'ligi sabab notariusga borish qiyin bo'lsa, notarial xizmatni uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. 4-chi nozik jihat. Arxiv hujjatlari vaqt oladi. Eski korxona yopilgan bo'lsa, ish staji yoki ish haqi ma'lumotini topish bir kunda bitmaydi. Arxivga so'rov yuboriladi, javob kutiladi. Ba'zan hujjat boshqa viloyatda bo'ladi. Shuning uchun iyulda boshlash kerak. Bugun boshlamasa sangas, avgust, sentabr, hatto undan keyingi oylarga cho'zilishi mumkin. 5-chi nozik jihat, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga to'g'ri kelmaydi, pul chiqmaydi, hujjat yetmaydi deyishsa, aniq qaysi hujjat yetmayotganini so'rang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Men hamma joyda janjal qiling demayman.
aksincha tartibli hujjat bilan savolni aniq qo'yib murojaat qiling. Mening pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etyapman deb yozing. Shunda murojaat aniq ko'rib chiqiladi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: uydagi barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, eski mehnat daftarchasi, ish staji hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjatlari, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma, farzandlar tug'ilganligi haqidagi hujjatlar, mukofot yoki unvon hujjatlari. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam kerakli paytda topolmaydi. Ikkinchi qadam: bankka boring yoki farzandingiz yordamida bank ilovasida tekshiring. Karta muddati, karta holati, telefon raqami, hisob raqam, SMS xizmati, karta bloklanmaganini aniqlang. Agar karta muddat tugayotgan bo'lsa, darhol yangisini rasmiylashtiring. Bankka borganda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, eski kartani bloklatib, yangisini oling. Uchinchi qadam: pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tuman ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qiling. Mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlarim to'liqmi? Qo'shimcha to'lovlarimda muddati tugaydigan hujjat bormi? Qayta hisoblash uchun asos bormi? deb so'rang. Savolni umumiy emas, aniq bering. Masalan, 1997-1998 yillardagi ish stajim qo'shilganmi? Yoki nogironlik bo'yicha ustamam hujjat muddati bilan bog'liqmi deb so'rang. 4-qadam. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz buxgalteriyasidan ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Oylik daromadingiz, ishga kirgan sanangiz, ish stavkangiz, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar to'g'ri yuborilganmi? Shuni aniqlang. Agar sizning nomingizda eski tadbirkorlik faoliyati, ijara yoki boshqa rasmiy daromad ko'rinayotgan bo'lsa, uni ham tekshirish kerak. 5-qadam: ariza yozishdan qo'rqmang. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, murojaat sababi, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati bo'lsin. Masalan, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Sababi: 1995-1990 yillarda ishlagan davrimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini taqdim etyapman deb yozish mumkin. Ariza topshirganingizda qabul qilingan sanani, ro'yxat raqamini yoki tasdiqni oling. Bu keyin murojaatni kuzatish uchun kerak. 6-qadam: farzandlar va yaqinlar yordam bersin, lekin pensionerning o'zi ham xabardor bo'lsin. Ko'pincha farzandlar o'zim hal qilaman deydi. Lekin pensioner nima bo'layotganini bilmaydi. Hujjat qayerga topshirildi? Qaysi sana? Kim bilan gaplashildi? Qanday javob berildi? Bular yozib borilishi kerak. Oddiy daftar tuting. Bugun bankka bordim, karta yangilandi. Ertaga pensiya jamg'armasiga bordim, ariza topshirdim. Qaysi hujjat yetishmaydi? Qachon olib borish kerak? Hammasini yozing. 7-qadam: aldanib qolmang. Pensiya yoki qo'shimcha to'lovni tez chiqarib beraman deb pul so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Bank karta PIN kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham telefon orqali kod aytmang. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'lishadi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Demak, iyul oyida pul olishda muammo bo'lmasligi uchun 5 ta narsani albatta tekshiramiz. Bank kartasi va to'lov usuli, shaxsiy hujjatlar, nogironlik va qo'shimcha to'lov hujjatlari, ishlayotgan pensionerlar uchun daromad ma'lumotlari, pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha pul olish bo'yicha ariza berish imkoniyati. Bu ishlarning har biri oddiy ko'rinadi. Lekin vaqtida bajarilmasa, pul kechikishi, imtiyoz to'xtashi yoki odam o'ziga tegishli mablag' ola olmay yurishi mumkin. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Iyul tugashini kutmang. Hujjatlarni bugundan yig'ing, kartani tekshiring, kerak bo'lsa bankka boring, pensiya jamg'armasidan ma'lumot oling, ariza yozing. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, sog'ligi zaif, nogironligi bo'lgan yoki hujjat ishlarida qiynaladigan pensionerlarga farzandlari va yaqinlari yordam berish kerak. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha tajriba bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning holatingizdan foydali xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir? Iyul oyida o'z pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.